Assalomu alaykum barchaga. Biz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib Pythonni o'zbekcha kurs shaklida ilova qilib chiqarmoqchimiz. Mana bu ilova orqali Sketchware Pro hozir jarayonda. 14 ta darsimizdan iborat mana bu ilova. Hozir restart qilmaymiz. Mana yaratyapmiz. Tayyor bo'lib qolgandan keyin biz buni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu ilovaning nomi Sketchware Pro. Bu orqali Android ilovalari yaratsa bo'ladi. Men bunda Python kursini yaratmoqchiman. Kod o'zlari yaratadi. Yuklab olish sharti bitta video ham chiqarganman. Kanalimda ko'rib olishingiz mumkin. Yuklanyapti. Ungacha bizga obuna bo'lib qo'ying. Kanalimiz rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Faqat hozirda bosamiz. O'rnatish. Batafsilga kiramizda tekshirmasdan o'rnatishni tanlaymiz. Chunki bu mutlaqo xavfsiz. Ochish. Mana davom etish. Dizaynlar haqida baho bering. Agar takliflaringiz bo'lsa, taklif ham kiriting. Hali bo'sh. Bu yerlar hali bo'sh. Endi bu yerlarga ma'lumot kiritamiz. Sertifikat chiqaradigan qilamiz. Test tuzamiz. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Yana bir narsa, sizlardan iltimos qolardim. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hozirda mening obunachilarim 9 ta. Bizni qo'llab-quvvatlang va bizga bergan motivatsiyangiz bo'ladi.